Bir daqiqada fotiha savatchasini yasashni o'rganamiz. Qani ketdik. Bizga kerak 15 sm bo'lgan dumaloq faner, 6 mm leska, 10 mm munchoq qaychi kerak bo'ladi. Avvalambor 1 metrli leskamizga 4 ta munchoq solib, ilmo shaklida o'tkazib, navbat faner bilan leskani ulanish jarayoniga chap tomondagi leskamizni fanerning teshikchasidan ichki tomondan o'tkazib, tashqi tomondan yana qaytarib shu munchoqqa o'tkazamiz va o'ng tomondagi leskamizga bitta munchoq, chap tomondagi leskamizga bitta munchoq solib, o'rtadan bitta munchoq solib, ilmo shaklida xuddi shu shaklda aylana bo'ylab yurg'izib, shu metod texnika asosida to'qib chiqamiz. Endi navbat yon devorlariga o'tamiz. Sababi asosini to'qib bo'ldik. Yon devorlarni tashqi tomondagi munchoqlardan xuddi shu shaklda 4 tali rombik usulida to'qib chiqamiz. Xuddi shu shaklda 4 qator bo'lishi kerak bo'ladi. Aynan shu sumkachamizning ichiga bitta patircha shokoladchalar bemalol sig'adi, bemalol zakazlarga ham o'zingizlar to'qisanglar bo'ladi.